Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun Botakoradagi Tejo Innovation, ya'ni xalq tili bilan aytganda oq g'isht nomi bilan tanilgan zavodga borganmiz. Bu g'ishtdan 3000 ta zakasi olganmiz. Yuklanish jarayoni robotlar yuklaydi. Bir dona ham sanaqa bo'lmaydi. Ko'pchilik xavf samasal mashinamizga qiziqish bildirishyapti. Necha tonna otyapsiz, necha mingta g'isht sig'yapti deb. 3000 ta g'isht otyapmiz. 3000 ta g'isht to'liq holatda kuzovimizga sig'yapti. Mashinamiz dizel, ya'ni solyarkada yuradi. Gaz qo'yganimiz yo'q. O'zi solyarka rasxodlari kam, yaxshi. Mijozimizni uyiga ham yetib kelib oldik. Tor mahallalarga, shaharning tor ko'chalariga ixchamgina mashinamiz qiynalmay kiryapti. To'kilish jarayoni, mashinamizga gap yo'q, g'ishimizga undan ham gap yo'q. Kimga shunaqa sifatli g'ishtlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Botakoradagi oq g'isht, sariq g'isht hammasidan yetkazib beramiz.